Xo'jayin xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Mana siz yaxshi ko'rgan baliq. Rahmat. Qani bunday o'tiring. Qani tinchmi? Ishlar qanday ketyapti? Yaxshi, hammasi o'zim nazoratim ostida. Ishlar ko'payib ketib, kameralarni ham tekshirolmayapman. Bosma baliqda nima gaplar? Tinch, hammasini o'zim legirovka qilib turibman. Ha. Aniqmi? Ish boshqaruvchi borki, Jamshid aka. Umuman ishlamayapti. Keyin Bekzat aka borda kastir. Hammaga tekinga choy beryapti. Voy, yana kim? Ishimchi blogerlarimiz borki, bari shular bir tenga qimmat. Barisiga iPhone olib bergansiz. Menga ham bitta iPhone olib bersangiz, sizga bari ma'lumotlar yetkazib turaman. Yo'q, to'g'rilarchi? Ma, gapir. Kecha 3 tonna baliq keldi-ku. Beka povrimiz bor-ku, 200 kilosini uyga saboy qilib beryapti. Kassaga pulni ham to'lamadi. Men ularning hammasi bilan o'zim gaplashaman. Sen mana shunday yaxshi ishlasang, bosim bog'ini nafaqat O'rta Osiyo, Yevropadan ham ochamiz. Rahmat boshliq, baxtimga qulog'im bilan siz omon bo'ling. Alloh rozi